Farg'ona shahar Kalinskiy massif 13-maktabga oldida MDM klinika joylashgan domimizni 7-qavatda 2 xonali kvartiramiz sotuvga qo'yilmoqda. Bu tomon pasport stol tomonidan kelish, ko'rib turganmiz. Va mana bu domda joylashgan kvartiramiz va bu tomondan diyor zapravka, yonidan soy o'tgan, ko'rib turganingizdek. Mana shu 7 qavatli domda 7-qavatda 2 xonali kvartiramiz sotuvga qo'yilmoqda. Kirib sizlar bilan hozir obzorini ko'rib chiqamiz. Kvartiramizga bu kirish qismimiz. Xo'p, kvartiramiz 2 xonadan iborat. Bitta katta zal bu tomonda, ma'lum sabablarga ko'ra bu yerda ko'rsatilmadi va bu tomonda mana oshxonasi. Keyingina oshxona, ko'rib turganingizdek, duv konturli отоплениялар qilingan va bu tomonda mana sanuzlimiz joylashgan. Turganingizdek, mana aristonlar mavjud va bu tomonda bitta yotoqxona. Ya'ni tomonda yotoqxonamiz joylashgan. Va bu mana proxoshka kirish qismi. Kvartiramiz narxini egalari 40 ming deyishyapti. Yana kelishtirib berishar ekan. Kvartiramizning holati yaxshi, ideal holatda kirib yashashga tayyor. Kimgadir qiziq bo'lsa, quyidagi nomerlarga qo'ng'iroq qiling, kelib uyni ko'rsatamiz.